Çolpan, meni tugashtiraydigan bo'lding. Biz o'ladigan bo'ldik. Zodi nima ish bo'ldi? Aydiz. Degina, burun kim bilan buzuqchilik qilgan eding? Qilmadim desam, unimiding. Qilgan deb turibsan, amisi bo'pti. Men shunday qilgan gaping bormi? Yalg'a aytma. Sen paskini shundoq osal ishni qilgan. Men shunday qilgan, bir qitim emas, 10-20 qitim shunday qilgan. Shunday qilgan, endi bo'ldimi? Endi ko'nglim tindimi? Dedim-ku, ba'zi odamlar faqat bir put bilan yo'lmaydi. Zuvaningni yig'. Nima ish qilgan desam, asli shu jodliq qo'risqonda xalqning balasi baki emasmi? Voycan, men qo'rqdim. Men sarang bo'ldi. Menmi sarang bo'laman? Men sir haramdan bo'lgan bola. Siz sog'mi emasmi? Voy beshim. Ko'p qismliq ovozliq asar كەلگۈن دنيا roman. Avtori Tursun Mahmud. Mashina chirog'lari bilan ko'cha chirog'larining giralishib ketgan nurida sirliq bo'lib, ko'zga tashlanadigan mehri issiq shaharning chiroyli bir oqshimi Sardar doktor mehmonxona uyida choy ichgach, kitob o'qib o'tiradi. To'risdagi kun nurliq chirog'ning yo'riqi kishiga yiqimliq ta'sir beradi. Uydan qandaqdir bir attirning so'z, yiqimli hidi tariladi. Oq ranglik yo'g'on tashdakdagi sunniy gulning yo'pirmoqlari yaltirab turadi. Sardar doktor kitobdagi vazini ig'ir, aqllarga mabtun bo'layotdi. Tunugun, o'lishgun, mundaqcha aytganda, qadimdan hozirga qadar bo'lgan turli hodisalar uning ko'z oldida gavdalanib turadi. Shunda hayot oddiy davom qiladi. Biz ko'nib qolgan yo'sinda davom qiladi. Cho'ng ishlamu, kichik ishlamu bir boshdan unutilib boradi. Sardar doktor oddiylik bilan tayinsizlik bir yerda deb o'ylaydi. Şunu o kitaplardan hayatning vaznlik ma'nilarini izlaydi. Ahmadning rasmlaridan fikr ham o'zgacha sezgu aqtiradi. Shu orasida Sardar doktorning yanfoniga yengil uchur signali keldi. O kitobni qo'yib yanfonga qaradi. Kelgan uchurda uni qiziqtiradigan xabarlar, suratlar, kimberlarning hikmatlari, aljuq so'zlari, tillashlar, maqtashlar bor edi. O eg'ir fikrlar qo'ynidan oddiy ham betayinlikqa qaytib kelgan edi. Tishini qachilarni yig'ishtirayotgan Gulnigar Sardarning yanfoniga berilib ketgan turqiga ochiq bilan qarab qo'ydi. Ustaldagi teri putuk degan kitobning muqovasiga ko'z tashildi. Gulnigar alamlik ulug' kichiktinib, erining kulimsirab turgan chiroyiga nazar soldi. O o'zi bilan Sardar orasidagi bo'shliq haqida xiyol qilganida, Sardarning as xiyolini tatib olgan kitob, telefon, tadqiqot degandek narsalar orasida o'zining yo'qligini his qilib qoladi. Bularga maylidi. Erining maylini bu narsalar tatib ketsa bir nuri. Boshqa bir narsa, bir alvasti erining yuragini tamoman o'zining qilib olgan edi. Chiroyli ayolning lavlarida alamlik istehzo paydo bo'ldi. Bugun kechda ishlamsiz? Sardar ayolning gapini anglamagandek yanfonini aqtirib o'ltiraverdi. Nafratli bir tuyg'u Gulnigarning yuragini asta chimdab o'tdi. Mushu jahonda bir kimlarga o'sh bo'lib qilishning o'zimi kishi yuragiga sho'xidek sanjilib azolaydi. Gulnigar so'ramasam bo'ladi degan savolni yana so'rab qoldi. U ba'zida o'zini tutib olmay qoladi. Yana uning uchiriga yizatamsiz? Yo'q. Sardar qo'shmasini turdi. Uzun qora sochlari qoshlariga tegib turadi. Gulnigar Sardarning sochlariga amroq edi. Sardarning sochlarini silagandagi baxt tuyg'usi ko'ngliga oromlik beradi. "Amis kimga yozdingiz?" Sardar Gulnigarga xo'sh yoqmagandek lippida qarab qo'ydi. Sardarning lavlaridagi la'nati tabassum Gulnigarni ba'zida hari bo'p chaqatdi. Ahmadga Uydagi attir hidi ishki odamning ko'ngliga qorliq tatiyotgandek edi. Har ikkisi gap qilishmadi. Gulnigar Sardarga qarmaslikqa tirishayotgandek edi.
mushu peti o'ltiraverishni yo boshqa uyga kirib ketishni bilolmay bearam bo'ldi. Sardar yana telefonni besishi bilan avara edi. Kechda qaytib kelamsiz? Sardar javobni qaytarmasdan telefondan ko'zini uzmadi. Ayol boyiq savolni yana takrorladi. Uning chiroyli ko'zlarida umidsizlik aks etib turadi. Buni umidsizlik degandan ko'ra g'azab ham bezorlikqa o'xshab ketadi deyish texmi muvofiq edi. Bezorlik bilan umidsizlik doim yondashib yuradi. Yana desak g'azab ham saskinishmi bor. Kelishim mumkin. Kelishim mumkin dang. Kammaydigan o'xshamamsiz. Balkim deysiz-ku. Ha, balkim dedi. Balkim desam nima bo'pti? Dedi Sardar qopqini turib. O Gulnigarga ochiqlab qolmasam bo'ladi deb o'ylasi kerak. Uning ko'nglida unutib ketilmaydigan qarzdorlik tuyg'usi bor edi. Buni yuz kelanmaslik tuyg'usi desimi bo'ladi. Oshxona uydan suvda pishirilgan to'xuning hidi kelyotdi. Sardarning ko'zlari chimildab ketdi. 10 yil yoki 20 yil ilgirki qora, chara to'xular qo'qasda pishirilgan tuxumning mazligi edi. Shu yillarda to'li kasal tatib ketgan buvayning qo'rg'an tuxum 40 kunlik neridagi kasalni chaqirib keladi deganlarni yodiga yetdi. Siz meni unutib qelyapsiz. Undaq emas. Dal shundaq. Gulnigarning shu turqidan qat'iy yig'lamaslik qaroriga kelib bo'lganligini belgili bo'ladi. Yig'laydigan ishqa duch kelgan odamlar ondan yig'lamaslik qaroriga keladi. Bundaq o'ylamasangiz bo'ladi, dedi Sardar bearam bo'lganicha. Nimishqa gumon qilgansiz? Men shundaq o'ylashqa, shundaq gumon qilishga majbur bo'lib qoldim. Gulnigar televizorni o'chiribdi. Qo'lidagi yanfoniga qarab qo'ydi. Nigarim, seni ko'rgim keldi. degan xatlarni ko'rib, ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Gulnigarning alam chimirlagan ko'zlari eriga tikildi. Dilmurod degan mushu gapni Sardar degan bo'lsa, xo'shallikdan yuragi yerlar edi. Uning dunyosi gul hidiga to'lib ketadi. İnson qalbining guliga to'lmaqi birdamlik, kulga to'lmaqimi birdamlik. Gulnigar o'zining gulga o'xshaydigan hislarga, kulgun tuyg'ularga naqadar tashna ekanligini Sardarga tushuntirib berolmaydigandek edi. Nigarim, sizni sevgindim degan so'z Sardarning og'zidan chiqqan bo'lsa, uning ruhimi, vujudimi gulga aylanadi. Gulga to'latdi. Gul arsida rohat topatdi. Ammo bu gapni boshqa bir ardavatadi. Dunyoning ta'tirliklari ichida bir-biriga talpingan ko'ngillar, o'dillashmaydigan ishlar doim bo'lib turadi. Sardarning qo'yuq, o'skilang sochlari peshonasidan sangilab, uning xiyolini malmon odamdek ko'rsatib turadi. Men siz bilan astoydil paranlashay degan edim. Gulnigar partuqni mijiqlab turib shundoq dedi. U ustaldagi oppoq dasturxonni necha qatlab, necha yeyib bo'ldi. Siz mendan gumonlanyapsiz, dedi Sardar g'arang-g'urung ovozda. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Boya dedim, mening gumonlanig'im yo'q edi, ammo amal qilolmadim. Sardar tamg'a esib qo'ygan to'y xotira suratiga qarab qo'ydi. Gulnigarning kino artistlaridek go'zal ruxsari kishining amroqligini keltiradi. Sardar bir yillari Gulnigardan ko'zini uzolmaydi. Qonmas amroqlikning tatli xumari ko'ngillarni mast qiladi. Shundaq chiroyli ham go'zal kunlar o'tgan. Har daqiqasi, har minutda o'tdak, yolqindak, qo'qasdak tapdi bilan yurakka hayotlik qarorati beradigan. Gulnigar shu kunlarni seg'inatdi. Sardar ba'zida suratdagi qizning Gulnigar ekanligiga ishonmay qoladi. Sardarning ko'nglini ba'zida hech kimga aytib tushuntirgili bo'lmaydigan g'ashlik chirmib oladi. Ba'zi ishlar bekla g'alati bo'ladi. Kutganlarimiz emasla narsa bo'lib chiqadi. Ba'zida ish yuzda shundoq bo'ladi. Ba'zida o'zimiz shundoq o'ylab olamiz. Ayni chaqda sizni atlas ko'ynak kiying desam unimidingiz. Bo'lmasa to'y xotir surtimiz qaltis chiqadi ekan. Gulnigar kulib qo'ydi. Sardar Gulnigarni oldirmoqchi yoki uningga tasalli bermoqchi bo'lsa, to'ydan burungi sherin kunlarning gapini qiladi.
Gülnigar ayollarga xos sezgusi ham aqli bilan bularni sezib turadi. Gülnigarning kulkisi o'zigami yoqmadi. U rost kulanmaydigan bo'lib qolsa kerak. Yolg'on kulib yashashga majbur bo'ladigan kunlardan saqlasin. Gülnigar televizorni yana ochdi. Televizorda qattiq tayoq yeb o'lishga oz qolgan jinoyatchining echinishli chiroyi ko'rindi. Orqadan erlarning nafsiga o't yiqish uchun yerim yalang'och bo'lib olgan ayollarning ko'ksini silkitib sag'irlarini chayqab menishlari ko'rindi. Sardar ustaldagi kitobga qarab qo'ydi. Shu holda kitob uning maylini tortmayotdi. Ekrandagi ko'rinishlarga xomush to'yg'u ichida pat-pat qarab qo'yatdi. Dunyoning ishlari g'alita. İnsan nima qismi bir nuqtadan neri ketanmay mushu zamonga keldi. Yana mangu mushundaq bo'ladigandekmi qiladi. Mushundaq bo'lmasimi hayotning qizg'in tuz ta'mi yo'qab ketadi. Ayolning mehri, ayolning xislati, ayolning sehri ham sirli qudrati. Televizorda yer shaharning yana bir bo'longdiki, kishining aqli yetmagidek ishlar bo'lib turadigan bir-biridan go'zal, bir-biridan qo'rqinchli ayollarning qismat ham taqdirlari haqida ishlangan film Taklamakanning yiroq chetidagi bir uyda qo'yilyotdi. Siz bu filmni ko'rganmisiz? Dedi Sardar. Yo'q, dedi Gülnigar. Yanfunining ekranida bayili kelgan uchur belgisi ko'rinib turadi. U yana yolg'on aytmoqchi bo'lyotdi deb o'yladi Gülnigar, suratga qarayotgan Sardarning aptiga ko'zining quyruqida qarab qo'yib. Shu chaqda gapingizni anglasam bo'pti-ekan, dedi Gülnigar. Atlas ko'ylak kiygan bo'lsam, bu surat texim yaxshi chiqadi ekan. Siz mangu pushaymon ichida yashaydigandek qilasiz. Men dal shundoq bo'lib qolishidan qo'rqaman. Menmi qo'rqaman-da? Sardar otamaras chiyining xaltasiga qarab qo'ydi. Bag'chi deb atvolindigan bu choyni kim birlari sovuq keladigan deyishib yuradi. Yana birlari danglishatdi. Yer yuzidagi hamma narsadan ayib tepiladi. Sardar kundalik hayotdagi bek oddiy ishlar uchun munozara qilishib yurganlarni ko'rsa, dimiqib qoladi. Uningmi shu qadar oddiy, nechtal tuxum, nech kilogram kala go'shi degandek nimalar to'g'risida soatlab bo'ladigan dattalashlar orasiga kirib qolganini sezganida cho'chib ketadi. Bir gapni deymi? Da? Bo'ladi desangiz men atlas ko'ylak kiyay, sizga konvoy ko'ylak tayyorlaylik, xat yeri suratni qaytadan tushaylik. Biz to'y qilg'ili necha yil bo'ldi? 15 yil bo'lay dedi. Endi to'y suratiga tushib yursak, xalq bizdan nima deydi? Xalq bilan nima qilamiz? Suratga o'zimiz tushadigan tursak. Bo'ldi, bu naqshni qilib jo'mayli. Xalq anglasimi, mazoqning temisi biz bo'lib qolg'idek emas. Biroq hamma ish o'tib ketadi. Men qo'rqaman, xuddi siznimi hamma ish o'tib ketgandek o'tib ketami, yo'qab ketami deb Gülnigarning hayajonli ovozi titrab chiqdi. Sardar Gülnigarning ovoziga shu qadar amroq edi. Bir yillarda uning ovozini anglasimi, harduq chiqib qoladi. Xotirjam bo'l, men yo'qab ketamayman. Bizning ikki bolamiz bor. Keyin qartada qilib qoldi. Sardar tamdik suratga yana qarab qo'ydi. Suratda ikki odamning tabassumi bor edi. Bu 15 yil ilgirki tabassum edi. Ammo bu suratda 15 yil ilgirki vaqt shu chaqdagi tabassum ham shirin tuyg'ulardan asar yo'qdek edi. Yurakdan chiqib ketgan narsaning asldagi xotirasini o'zgarib ketsa kerak. 45 yoshga kirib qoldi. Sardar shundoq pichirlab qo'ydi. Gülnigarning egiz, bo'ybasti ko'z oldida turadi. Ba'zi narsalarni suyay debmi suygili bo'lmaydi. Ba'zi narsalarga o'sh bo'lay debmi o'sh bo'g'ili bo'lmaydi. Hayotning mushaqqatlik ma'naviy jafolarning biri aqli suyishga buyurganni suyanmaslik. Men cho'lponni kechirvatdim, dedi Gülnigar. Sardar gap qilmadi. Hammasi siz uchun. Sizga jihdida ortiq gumon qilyapsiz. Mening cho'lpon bilan hech aloqam yo'q. Deganingizdek bo'lgan bo'lsa, Gülnigar yig'lab etishga tasli qoldi. Sardar gap qilmadi. Bir ayolning o'z kushandisini chin ko'ngildan kechirishi mumkin emas. Hech bo'lmasa, Gülnigar uchun hozircha mumkin emas. Men siz bilan to'y qilganda xuddi butun dunyo mening bo'lgandek xush bo'lgan. O'zimdan faxrlangan edim. To'y harpisida Roziyaga nima deganimni bilamsiz? Nima degan?
Sardar bilan to'y qilolmagan bo'lsam, umr bo'yi әgi tegmaydim degan edim. Shu chaqda Raziya ko'zimga bekli bichar bo'lib ko'ringan. Raziya ko'zimga bichar ko'ringanda, nemish hamda? Gulnigarni buningdan 10 yil ilgirki, 15 yil ilgirki Gulnigar degili bo'lmaydi. Gulnigar shu Gulnigar bo'lsa-mu, ammo uning julasi, nuri, mabtunkarligi burunqi Gulnigarga o'xshamay qolgan. Bugungi Gulnigarning 10 yil burunqi Gulnigarga o'xshamay qilishi hech kimning gunohi emas. Ammo hech kimni aybligili bo'lmaydigan tarizada paydo bo'lgan bu o'xshamaslik nurg'un yurak yorlarini paydo qilgan bo'lishi mumkin edi. Raziya mening nazarimda bir qari qo'rsoq odamga tekkan. Men shunday o'ylagan. Raziya yo chiroyining, yo sapasining tayini yo'q odamga tegdi deb ko'nglimda uning ish og'ritgan edim. Ammo hozir o'zimga ish og'ritadigan bo'lib qoldim. Siz o'zingizga ish og'irtamsiz? Shundaq. Nemishqa? Chunki men Raziyadanmi yomon kunga qoldim. Birida eransizlikka o'xshab ketadigan kulkan paydo bo'ldi. Ayol haq degan turmushdan rozi bo'lmaydi jahonda ketadigansizlar. Endi o'zingizni Raziyaga selishtirib yuryotamsiz? Amaliyotda men roziyachilikmi bo'lolmadim. U qandoqli bo'lmasin, Shakirga mahkam ega bo'lib kun elayotdi. Shakirning aroqkashligini demasa, u Raziyaning yuragini og'ritmaydi. Sardar teri putuk degan kitobni qo'liga ilib, yana joyiga qo'yib qo'ydi. Bu kitob boshqa bir dunyo. Mushu kitobni qo'lida tutib turgan, o'qigan Sardarning dunyosi yana boshqa bir dunyo. Sardar Gulnigar bilan, Rana bilan, Samatjon, Barat Qo'ychi degan odamlar bilan ham yana shu qatordagi kishilar bilan to'xtamasdan bir gaplarni deyishidi. Munozarlashidi. Bir-biriga radiya beridi ya maqtishidi. Teri putuk ham teri putukka o'xshaydigan kitoblar, aqllar bir qirg'oqda. Sardarning oilasida o'tayotgan kunlari, boyiq odamlar bilan uni-buni deyishib o'tgan kunlari ham fikrlari qarshi qirg'oqda. Ikki qirg'oq mangu ulashmaydigandek. Gulnigarning deydigan so'zlari bir xilla. Gulnigar bilan deyishadigan so'zlarmi